mazkur hujjat bilan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha alohida vazifalar belgilab berildi. Ushbu tashkil etilayotgan fakultetda o'quv jarayoni to'liq dual ta'lim tizimi shaklida amalga oshiriladi va bu ikki qismdan iborat bo'ladi. Dastlab fan dasturlari, fan modullari qayta tahrirdan o'tkazib, xalqaro standartlarga muvofiqlashtiriladi va ikkinchi navbatda aynan ishlab chiqarish bilan uyg'unlashgan holatda o'quv jarayoni tashkil etiladi va 1 yillik amaliyot tizimi joriy etiladi. Mazkur amaliyot jarayonida aksionerlik jamiyatning eng yetakchi mutaxassislari har 10 nafar talabaga bitta mentor tayinlanadi. Bu mentorlarning asosiy vazifasi talabalarni o'qishga qabul qilgandan to bitiruv oldi amaliyoti, bitiruv malakaviy ishini tayyorlab himoya qilgungacha bo'lgan jarayonda kuzatuv va rahbarlik vazifasini bajarib boradi. Ikkinchi qismi, demak, bu fakultetning faoliyati davomida universitetdagi olimlarni sohadagi mavjud muammolarni o'rganish, mana shu muammolar bankini yaratish, bu muammolarning yechimiga qaratilgan asosiy g'oyalar keyinchalik loyihaga, loyihalar innovatsiyaga, innovatsiyalar startap loyihalar va startaplar bilan hammasi birlashib mega loyihalar shakllantiriladi.